Hammaga assalomu alaykum. Mana xudo xolasa Olmaotaga ham keldik. Bugun mana Olmaotaga kelganimga 17 kun bo'ldi. 17 kun ichida ikkita joy almashtirdim. Mana 3-joyga keldim. Joylari ham bo'ldi, yaxshi joylar ham bo'ldi. Yomon joylar ham bo'ldi. Endi xudo xolasa hozir bir yaxshi joy topgan deyman. Endi musofirlik oson emas. Bir joyga ishga borishinglardan burun yaxshilab tekshirib, yaxshilab so'rab surishtirib, undan keyin chiqinglar. Bir yo'lga chiqishdan burun bir joyga. Endi Xudoga shukr, och qolganimiz yo'q, yalang'och qolganimiz yo'q. Cho'ntagimizda 5 so'm pulimiz bor. Lekin baribir bir joyga chiqishdan burun yaxshilab tekshirib, surishtirib, undan keyin bir yo'lga chiqinglar. Ikkita joy almashtirdim. Bitta joyga keldim, chaqirilgan joyga. Bu yerda quruq ishim bo'lmadi. Ikkinchi joyga borib ancha qiynaldik, lekin u chista reklama ekan. Mana 3-joyga keldik, endi xudo xolasa bo'ladi, ishlasa bo'ladi. Hurmat bor ozgina, boshqa bor. Xudoga shukr. Bir joyga chiqishdan burun hammaga bir taklifim, yaxshilab so'rab surishtirib, boshqa qilib keyin chiqinglar yo'lga.